Hurmatli obunachilar, 24-iyul 300 kiloluk elektromotorimizni Bobur ofindan kelgan Qo'zboy akamizga satdik. Bahasi necha so'm bo'ldi Qo'zboy aka? Bahası 10 milyon 500. Stoytmi? Rozimisiz? Razımım. Haydab ishlatib ko'rdingiz. Hamma joylari svitlar yonib turibdi, ishlab turibdi. Ko'ngildagidek bo'ldi. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Başkaları tepsiye koymuş. Komşularga, nelerge, ağabeylerge tepsiye koymuş. Xobar savdo markazidan kelib olsa bo'laveradi. Bunda o'ngdan bo'lsin aka. Ne olmaya aytan kesin. Yaxshi kunlarni buyursin. Keyin toza mashinalar aylanib ketaversin. Foydali, barakali bo'lsin. Aziz obunachilar, kimga aloqa? Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaversa, katta umrlarimiz bo'ladi. Har xilisidan bir sport bayklaridan, elektromotorlardan qiziq bo'lsa aloqa chiqaversa, salomat bo'ling. Yaxshi unda. Hurmatli obunachilar, 24-iyul kech bo'lishine qaramasdan soat 9:30-10 bo'latirmi. Taxatosh rayonidan kelgan buratlar buni oldin olib ketib bergan ekan. Qo'shnilardan ko'rib keldingiz-ku? Siz ayda birsiz, alla qalay. Zor. Tavsiya berib meni Saxatboy og'ani olib keldi. Hozir qarasini ham ko'rdik. Ko'gini qaladingiz-ku? Ko'gini qalab. Bo'ladi. Unda o'ngdan bo'lsin. To'zdirmoq nasib etsin. Siz ham boshqa qo'ng'ish o'baga Jo'rardosga taklif etiladigan narsami? Bo'ladi, xayrni ko'ring. Keyin toza mashinalar bilan ketaversin aga. Yaxshi kuningizga bersin. Aziz obunachilar, aloqa chiqaverasizlar. Har xil motorlardan bor. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 25-iyul navbatdagi savdomiz Tornado 2 mototsikl bo'ladir. Oyoqchi mahalladan Maqsad akamizga beryapmiz. Maqsad aka mototsiklni ko'rdingizmi? Gördüm, berini haydab ko'rdim. Yoqdi, zo'r, ajoyib. Rahmat sizlarga, ishlaringizga omad, sog' bo'linglar. Mana shu Pobar nega Pobar texnika markazina, savdo markazina kelib xarid qilaverasizlar. Mana hamma narsa bor ekan. Yigitlar mana xizmat etib turibdi. Rahmat, sog' bo'linglar. Bo'ladi, xayrni ko'ring. Yaxshi. Qo'ldirmoq nasib etsin. Yaxshi. Buni xayim qo'ndi, qochoq qanat. Ha. Ana ketdi.